Voy, yo'q-yo'q ertalab bo'lib ketibdi-ku, mayli mana bu partalarni ochib qo'ysak yaxshi bo'lasi edi. Nega ochilmay? Bo'ldi, ochildi. Xo'p, ozgina bug bo'lib qoldi. Mana bu yerni ham ochaman, lekin boyadan beri qarmog'imni topolmayapman. Qayerga ketgan u qarmoq umuman bilmayapman. Mana bu sandig'imni ichida ham yo'q. O'zi qarmog'im bor edimi, o'shanisini ham bilmayman. Mana bu yangi shkafimni ichida ham bo'lishi mumkin. Balkim, yangi shkafga ko'p narsa qo'ymaganman, o'zi bironta narsa ham yo'q ekan. Nimadir qo'yishim kerak bu yerga. Mayli, o'sha baliq tutish joyida balkim qarmoq bor bo'lsa kerak. Albatta bo'ladi-da, chunki u yerda baliq tutamiz-ku. Endi baribir o'zimni qarmog'im bilan borsam yaxshi bo'lasi edi. Mayli, u bilan hech narsa qilmaydi. O'sha yerdan qarmoq olamiz. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilanman Skefler, xush kelibsizlar mani yangigina videomga. Sizlarga yomon xabarim bor, kanalimizni 99% odam obuna bo'lmasdan ko'rarkan obunachilar, tushunyapsizlarmi? 98% edi, endi 99% ga oshib ketdi. Prosmotrlar ko'p, lekin haligacha 1000 ta bo'la olmayapmiz, chinarson. Davay tezroq obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan nima ketadi? Davay tezroq obuna bo'lib qo'ysalaring yaxshi ish bo'lasi edi. Hozir mana bu ikkilarni yig'ishtirib olishim kerak. Okay, hammasini tezda yig'ishtirib olaman. O'zingizlardan nima gaplar, har doimgi gapim, kommentariyaga yozib ketinglar. O'tgan safargi videoda Real yoki Barsani tanlang deb qaysi birini tanlaysiz deb yozganimda bir dona odamni ko'rdim Real Madrid deb yozganini. Xullas bo'ldi. Endi sizlarga qaysi biri yoqadi? Yana nimani qilamiz? Xo'sh, yana nimalar bor obunachilar? Hozir o'ylab olay. Ichimliklardan qilamiz. Pepsi yoki Cola. Sizga qaysi biri yoqadi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Xo'p. Endi mana bu kartoshkalarni ekib olsak yaxshi bo'lasi edi. Boya qarmoq qidirayotuvding Skefler, qayoqqa ketyapsan deslaring, qishlog'imizda baliq tutgani ketyapman. Ya'ni ana bu yerda baliq xonami, xullas nimadir ochilganda obunachilar, o'zim hali borganim yo'q, endi boraman. O'sha yerdan ko'pgina baliq tutamiz va olib kelib pishirib yeymiz mazza qilib obunachilar. Va mana bu ikkilarni ham merga berishim kerak hammasini. Okay, birdan merga berib o'tib ketaman o'sha yerdan. Xo'p, endi mana bu yerga kartoshkalarni ekamiz. Okay, xo'p, o'sha yerda menimcha qarmoq bo'lishi kerak-da, obunachilar. Qarmoq bo'lmasa ham endi yangi joyda bo'ladi-da, xullas. Okay, mana bu yerdagi sabzilarni ham olaman. Xo'sh. Okay, mana bunday qilib endi sabzilarni ham tezda ekib chiqamiz va xullas mana bo'ldi obunachilar, ko'rdinglarmi? Bir pasda qilib tayladik ishlarimizni. Endi mana bu merga berishim kerak obunachilar. Xo'p, salom janob mer, kirsam bo'ladimi? Skefler, kiraver. Xullas mana janob mer, men ekinlarni olib keldim. O'zingiz endi buni sotasizmi, nima qilsangiz qiling, lekin menga oyligimni tezroq bering. Bo'pti Skefler, sog' bo'l. Xo'p, mayli janob mer. Okay. Xullas bo'ldi, hamma ishlarimni qilib bo'ldi. Mana shu tarafda deyishganda, xo'p, telefonimda nima yangiliklar? Hech qanday yangilik yo'q. Mana bu ekinlar o'sib ketibdi. Hech qaysi jitel qaragani yo'q. Mana bu yerda bir jitel yashar edi obunachilar. Videolar olib yurar edi bir jitel. Xullas, buni tushunsin obunachilar. 15 ta almasi bor ekan. Yo'q-yo'q. Mayli, teginmaganimiz yaxshiroq, chunki birovning narsasi. Okay, bu uy hali ham ta'mirsiz holatda yotibdi. Balkim bu uyga ham bironta ko'chib kelar. Xullas, endi men ana bu yerga borishim kerak, tezroq baliq ovlash kerak. Mana bu yerda har doimgidek tashlandiq uy bor va bu yerda hech qanaqa narsa yo'q. Tagida eski podval bor. Mana bu fakir nega kerak bu yerga? Xo'p, mana bunday qilamiz degan. Ichkariga qo'yib qo'ysak, ichkari yorug' bo'lib turadi. Bo'ldi. Mana sizga aytgan joyim, xullas mana shu yerda obunachilar. Mana bu yerdan o'tirib baliq tutsak bo'ladi. Stop. Okay, mana bu yerga chiqib olaylik. Xullas bu yerda baliq ko'p. Sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Minecraft bug bo'lib qolgan va mana bu yerdagi
qolgan qishloq umuman yo'q obunachilar. Ko'rib turganingizdek, qaranglar mana bu yerni umuman yo'q obunachilar. Qanaqa bayk bu? Ana bu yerda esa juda katta chuqurlik yotibdi obunachilar. Sizlarda ham qishlog'inglar shunaqami? Kommentariyaga yozib ketinglar. Davay endi biz tezroq baliq tutgani boramiz. Xo'p, mana bu yerda sandiq ko'rgan edim-da. Mana shu yerda qarda obunachilar bir dona qarmoq bor ekan. Xullas, mana bu yerga o'tiramiz. Xo'p, atrofimda hech narsa yo'qmi? Ya'ni biron nima? Okey, hech narsa yo'q. Mana bunday qilib nimaga ishlamayapti obunachilar bu? Yo'q-yo'q, bo'ldi ishladi. Xullas, mana bunday qilib uzoqqa o'tamiz. Xo'sh. Qani endi baliq kelishini kutamiz obunachilar. Xo'sh. Nega kelmayapti haligacha baliq? Boshqa payt juda tez kelar edi boshqalarga qaraganimda. Nimaga kelmayapti bu obunachilar? Yo'q-yo'q, menimcha juda uzoqqa otib yubordim. Mana yaqinimga otsam ham kelsa kerak. Balkim bu joyda baliqlar juda kamdir va suvda ham baliqlar ko'rib keldi. Stop. Va mana obunachilar, birinchi balig'imizni tutdik. Xullas, yo'q-yo'q, hozir xomisda yevorasdim obunachilar. Xullas, yaqinroqqa o'taylik degandim. Mana shu yaqinroqqa o'tamiz. Qani yana bironta baliq keladimi? 3 ta baliq tutsak bo'ldi obunachilar. 3 ta baliqda qornimiz to'yadi. Xullas, qani boshqa baliq yo'qmi? Suvda ham ko'rinmayapti. Bir xil baliqlar juda kichkinaki, hattoki suvda ham ko'rinmaydi. Yo'q, kelyapti obunachilar. Ko'rdinglarmi? Va okey. Let's go obunachilar. Ikkinchi balig'imiz va oxirgi baliqni mana bu tarafdan tutsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, buni olamiz va mana bu yerdan shunday o'tamiz. Okey. Uzoqroqqa ketib qoldi obunachilar. Yo'q-yo'q, Chinursin juda uzoqqa ketib qolyapti. Stop. Mana bu yerda sandiq bor ekanmi? Bu qanaqa sandiq obunachilar? Yo'q-yo'q, Chinursin. Mayli, bitta baliqni kerak emas. Mana bu yerda suvning ostida qanaqadir sandiq bor ekan. Obunachilar, rostdan ham bu sandiq. Yo'q-yo'q, qayerdan kelib qoldi bu sandiq? Hech kim suvning ichiga sandiq qo'yib ketmasa kerak menimcha. Obunachilar, haqiqiy sandiq bu. Ichida bo'm-bo'sh bo'lsa kerak, ya'ni hech narsa yo'q bo'lsa kerak. Tepaga chiqay. Yaxshi obunachilar. Obunachilar, ko'rdinglarmi? Yo'q-yo'q, ichini qaranglar. Chinursin, o'zimda yo'q narsalar bu yerda bor-ku. Juda eski narsalar, lekin mana bu narsani qaranglar va qanaqadir qilichlar, like bloklar bor ekan. Mana bu nima? Durbinmi bu? Obunachilar, qaranglar, buni uzoqdagi narsalarni vobshe yaqin qilib ko'rsatib berar ekan. Yo'q-yo'q, obunachilar, buni qaranglar. Bu narsa menga kerak bo'lib qoladi-da. Mana bu yerda qilichlar va mana bu nima obunachilar? Otini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Xullas, mana bu umuman keraksiz narsalar. Mana bu nimadi? Baliqni bu yerga qo'yib turaylik. Qolgan qog'oz bular qolgani kerak emas bizga. Mana bu, xullas, mana bu yerga o'taylikchi. Yo'q-yo'q, obunachilar, birdan teleport bo'lib qoldi. Mana bu yerga obunachilar, mana bu qilich. Sizin bunaqa qilich hech kimda yo'q. Yana sehrlanganga o'xshayapti. Yo'q-yo'q, obunachilar, mana bu esa almazli like bloklar. Yo'q-yo'q, o'rmonda sindirganim yaxshi bularni, chunki kimdir ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi. Davay o'rmonda sindiramiz hammasini. Okey. Tezroq faqat. Okey. Sinsangchi, Chinursin, nega narsalar tushmayapti bundan? Yo'q-yo'q, obunachilar, almazlarni qaranglar va mana yana meni pullarim ko'payib ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana bu bosh kiyimni qaranglar. Chinursin sasib yotibdi, juda eski ekan. Xo'p, qarmoqni qo'yib qo'yaylik va baliqni olib pishirib yeymiz. Va mana bu yerda almazli bloklar obunachilar, qaranglar buni. Yo'q-yo'q. Kirkam bor ekan. Davay buni biz olamiz. Okey, kirka bilan
uyimni almazdan qilaman desam jenursin yetmaydi-da. Xullas davay tezroq borish kerak. Mana bu durbinga juda qiziqdim. Ana bu uylarni, o'zini uylarini bemalol ko'rsak bo'larkan obunachilar. Okey, davay endi uyimizga ketamiz. Ko'rdinglarmi? Bitta baliq tutishga borib qancha narsalar topib oldim. Yo-mayo. Xo'p, ana bu meram ko'rinyapti obunachilar. Sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Da, ko'rasizlar-da bemalol. Okey, mana bu boy Jitilni uyini qaranglar. O'zim qurib berganman mana shu uyni ham. Shu kanalimda xullas videosi bor. Ko'pchilik ko'rmagan, juda eng kam past prosmotrlarni olgan shunga uy qurib bergan video. 120 tami qancha prosmotr yiqqan eng pasti. Okey. Obunachilar davay ko'rishni maslahat beraman o'sha videoni ham. Kanalimga kirib qarasalaring, bosh Jitilga uy qurib berdim degan video bor. Xullas mana bu narsalar ham juda qimmat toshlar bo'lsa kerak-da. Uyga kiramiz va mana bu shkafimga men topgan narsalarni hammasini qo'yib qo'yaman, chunki bu esdalikka turadi obunachilar.